O'qituvchi stol ustida turgan bo'sh idishga bir qancha qayroq toshlarni sola boshladi. "Nima deb o'ylaysiz? Idish to'ldimi?" so'radi u o'quvchilaridan. Idishda ko'rinib turgan qayroq toshlarni ko'rib, sinf o'quvchilari uning to'lganligini tasdiqlashdi. So'ng o'qituvchi mayda shag'al toshchalarini olib idishga soldi va yana o'quvchilardan idishning to'lgan-to'lmaganligini so'radi. Qayroq toshlar orasidan sirg'anib bo'sh joylarni to'ldirgan shag'alni ko'rgan o'quvchilar yana bir ovozdan idishning to'lganligini tasdiqlashdi. Shundan keyin o'qituvchi qumni qayroq va shag'alga to'lgan idish ustiga to'kdi. To'lganligini bir necha marotaba tasdiqlagan idishga bir kaft qum zarrasini ham singib ketdi. O'quvchilar bu gal ham bu tajriba nima bilan tugashiga qiziqib to'ldi deya javob qaytarishdi. Bu idish sizning umringiz timsoli. Qayroq toshlar sizning oilangiz, yaqin do'stlaringiz, salomatligingiz, bilimingiz, tajribangiz. Mayda shag'al donalari esa sizning ishingiz, qiziqishingiz va boshqa istaklaringiz. Qum esa hayotingizdagi boshqa mayda chuydalardir, deya o'qituvchi so'zini tugatdi. Xo'sh, idishga birinchi bo'lib qum zarralarini solganimizda qayroq tosh va mayda shag'al donalariga idishda joy qolar edimi? Bu hikoyadan, bu tajribadan o'zingiz xulosa chiqarib olasiz degan umiddaman.